Hörmətli anlıqçılar, bugünkü dersimizde haftalık ve günlük yemekler hakkında toxtalıb ötümüz. Ötkenki derslerimizde muşnunga oxşaş məzmunlarını qısqaça aytib ötken bolsaqmı, məxsus halda günlük, haftalık, aylık yemeklikler hakkında texmo qaytadan ve təfsili toxtuluş züruriyetini his qıldım. Yemek-içmeklerimiz aldı bilen şartımız yerlik, milli ve tecrübeden ötken tarihte ispatlangan ve tıbbi ilimde ruhsat kılıngan şu bizninki yerlik yemek-içmeklerimizni asas kılışımız veya ki bunu addi halda yemek-içmek demesden bunu turmuşniki kanuni bizning yerlik örf-odat veya ki rehberimiz dep tunusak buludu. Bunu qaytadan ispatlash, bunu qandaqdır men tapdım deyish veya ki men qoyil bulmasamla bu to'g'ri emas deb qarash bu o'qigan nadonlarning ve hiç o'qimaganlarniki umumyuzlik ko'z qarashdan iborat. Ama şunun xushal bo'lamizki, xalqning mutlaq ko'p qismi mayli uyda bo'lsin, mayli sirtda bo'lsin, yanılam yerlik tamoqlarni izlaydi ve yerlik tamakka dair bütün yiyiş, tayyorlash, saqlash ve ögütüş hakkındaki bilimlerini tekrarlaydı, bunun da çın turdu. Çünkü yemek-içmeklerinin yerlikligide çın turuş, sizniki özünüz buluşunuz için müstehkem veya ki mutlak bir kaydıdan ibaret. Yemek-içmeklerini özgertip etken veya ki bunu taşlayıp etip başka medeniyet çembergideki kişilerin yemek-içmeklerine adetlenip ketkenler aldı bilen çıraydan özgürüşke başlaydı. Rengiroydan, çıraydan, kiyim-keçigidin ve turmuş adetlerden ve dünyaga boğan köz qarışıdan başlap özgürüşke, yatlışka ve özünü özü taşıp etişke yüzlendi. Meyli onunki her kandak kiyim-keçekni yoki bayram kunlari kiyib olgan yerlik kiyim-kechaklarni biz amaliyotda faqatlam bir shaklvozlik deb tanıymiz. Tushunchadan o'zgarib ketgan kishiniki yerlik tilda so'zlashi, yerlik kiyim-kechaklarni kiyib olishi, ma'lum bayram kunlari yoki bir murosim ve yoki bir hareketlarda yerlik kiyinib olishi, onun yerlik, milli ve bizge xos odam ekanligini ko'rsatmaydi. Umuman yemek-içmek to'yish, to'yg'izish masalasi emas, sizning siz ekanligingizga nisbatan tamg'a xarakterlik muhim bir ko'rsatkichdir. Endi yemek-içmeklarning shu birinchi ahamiyati albatta atlab o'tishga bo'lmaydigan, o'ziga o'zini bağışlaydigan, özgü özünü hatırlatıdığan mühim bir manzara. Endi ikincisi yemek-içmeklerinin türü ve onu günlük, haftalık, aylık qitim sani ve istimaldaki zişlik miktarını bir yerde sözlep etmekçi. Aldı bilen polo, şahane ve süpetlik hem şifalık bu tamıqımızını haftada 2 qitim istimal qilishni tavsiya qilaman. Lag'mannimi haftada 2 ya 3 qitim istimal qilish hem bununki güzelligidan bahramand bo'lishda, hem bununki tarihi ve real ahamiyetini hatırlaşta toluma zürür. Koy güçü şorpisi. Bu yeni koy güçü de ve sebze çamgur ve başka xuruşlar bilen billa qo'shib etilgan bolğaşqa bununki şifalıqı ve yaxshi qon paydo qilishi ve quvvatlash jihatda bütün tamoqlarniki oldingi qatardan o'rin oladi. Shuning uchun haftada bir qitim
qo'y go'shti sho'rpisi iste'mol qilish va buni o'qiyotgan yosh va o'smirlarga iste'mol qildirish orqali ularni tibbiy jihatdan parvarish qilishimiz lozim. Kebab. Endi kebabdan tunur kebabini mumkin bo'lsa haftada bir qatim, bo'lmay qolsa 15 kunda bir iste'mol qilish lozim. Six kebabni haftada bir ya 2 qatimga mumkin bo'lsa iste'mol qilish orqali qonninki shakllanishi va ko'payishiga yordamchi bo'lish, muzlagan qonni isitish va oshqozonni quvvatlash maqsadlarida iste'mol qilsak bo'ladi. Sho'rpa ichida yana har turli purchoq va ya ko'ktat sho'rpalari bo'lib, buni haftada bir qatim iste'mol qilish orqali badandagi mineral va vitaminlarni to'liqlashda muhim bir manba qilsak bo'ladi. Mantı türüdün petir mantı haftada bir qatim iste'mol qilinsa, oshqozonni, börekni quvvatlash, miyani quvvatlash jihatlarida yaxshi bir ozuq algan bo'lamiz. Bo'loq mantini haftada 2 qatimdan 3 qatimgacha iste'mol qilishga bo'ladi. Uningdan boshqa har turlik suda pişirgan, qaynatgan yemekliklarni her zaman özümüzge hamroh qilishimiz lazım. Suyqoshni 2 kunda bir, chuchera ya banshini 2 ya 3 kunda bir iste'mol qilishmi badandagi su, mineral modda ve oqsilni to'liqlashda nihoyatda yaxshi bir manba hisoblanadi. Asasen kunlik iste'mol qiladigan yemekliklardan süt, non ve başka quruq meyveler bizniki her günümüzde bizge hamroh bo'lishi, bizni ozuqlandırışı ve bizmo bu yemekliklerge alaylı ko'z bilan, tarixiy ko'z bilan ve kelajak ko'z bilan qarashimiz lazım. Süt iste'mol qilgan vaqtida xos süt iste'mol qilsak bu sovuq keladi yoki uning quvvati yetarlik bizga o'tmaydi. Shuning uchun sütni navbat damlab ichish yoki sütga qo'y yog'i qo'shilib etilgan, yaqilgan non bilan iste'mol qilishimiz lazım. Nonniki türü ko'p bo'lsa-mu asosan kunjut, siyodam bilan yaqilg'ini, tunurda tayyor qiling'ini va süt, qo'y miyi aralashtirib yaqilg'ini nonlarning ichidagi eng shifoliq va sifatli türlerden hesaplandı. Meyvelerden çokum buluşqı tegishligidan her güne yong'oq, badam, quruq üzüm bular çokum her dasturxonimizda yoki her kunda iste'mol qilishga tegishlik meyvelerden hesaplandı. Albatta faslida yeyiladigan ho'l meyvelerden qizil üzüm, incir, anar bular bizniki rayonimizda chiqib qolmasdan bütün dünyada istesak topalaydigan her zaman mevcut oliy darajalik meyvelerden hesaplandı. Yana kunda anar suyu, gülqan, incir murabbası ve başka murabbalarını kunlik dasturxonimizda hazır qilsak texmi yaxshi bo'ladi. Endi bir qism yemek-içmeklerimizni her gün iste'mol qilishda imkonimiz bo'lmaydi yoki her gün iste'mol qilsak ziyon qilishi mumkin.
Shuning uchun quvvatlikan, foydalikan deb har kuni har vaqt polo yeyishga, kebab yeyishga, bo'libmi tunur kebab yeyishga, samsa yeyishga bo'lmaydi. Har kuni go'sht, kebab, samsa, polo iste'mol qilsak, hatto har qatimda bularni iste'mol qilsak, qonning ochiqligi, quyuqligi ishib ketib, tez qerish shaklida yurak, miya, jigarda kasallik olib ketadi va yoki ig'irlab ketadi. Chunki qani quyuq bo'lgan odamniki va davomli qani quyuq holatda turgan kishiniki o'zi yeshidan chiroy shakli qergan holatda ko'rindi. Hujayralar tez qeriydi, upraydi. Endi bir qism yemekliklar qonni sovutganligi, yelikni muzlatganligi, qon besimini va shakarni tushirganligi uchun har zaman iste'mol qilishga bo'lmaydi. Masalan, g'o'ra, pomidor, limon, tarxamak va boshqa sovuq keladigan shu ko'ktatlar, meva-chevalarni har vaqtlik tomoqda va yoki har kuni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Har yemeklikniki tabiatiga qarata iste'mol qilish, o'ziniki ehtiyojiga qarash, shu kun, shu hafta ya shu oylardagi havo rayiga qarash, o'ziniki badallik, mizojiniki o'zgarish ahvolini nazarda ilish, yemek iste'molidagi bilishga tegishlik, nazarga ilishga tegishlik muhim parametrlar hisoblanadi. Umuman yosh vaqtida qinim issiq, harakatim ko'p, quvvatim yuqori deb davomli sovuqlik qilish keyingi davrlarda tez charchash, tez qerish va bo'g'im og'rishniki, böğrek zaiflashib ketishniki asosini nahaqlarcha o'zimiz solgan bo'lamiz. Şuna qonni sovutishga uzun mezgil shug'ullanishga bo'lmaydi. Odatda tibobat bilan davolanishda 10-15 kun qonni tozalash, qonning haroratini tuzatishga moyil dorilarni ishlatib, uningdan keyin darhol qonni isitadigan, badanni quvvatlaydigan, yelikni isitadigan, tomirlarni ravonlashtiradigan, bedenni ve ruhimizni hayacanlandırdıgan doğrularga qarab yüzlenimiz. Hergiz uzun mezgil bek soğuqluk qilishqa, bek issiqlik qilishqa bo'lmaydi. Bazı doğrularni hafta ara berib, uningdan keyin yana davomlashtiramiz. Umuman ko'pincha kasalliklarda dastlabki 10-15 kunda qon tozalash, onundan keyin badanni quvvatlash bo'libmi, böğrekni, nervini, yurakni quvvatlashga oid dorilarni iste'mol qilsak bo'ladi. Yuqorida biz yemek-içmeklarning kunlik va haftalik tizimligini ko'rsatib o'tdik. Endi oyda, yilda desakmi, umuman Uyg'urcha yemekliklarni oylik, yillik, hatta ömür bo'yi davom qilish bizniki aqalli belgimiz, kimligimiz va kelajagimiz hisoblanadi. Endi bir qism iqtisodiy unum bermagan, yor bermagan, sharoitda yor bermagan kishilar balkim bir necha oylar kebab, polodan, samsidan, lag'mandan uzoq qolib qolgan bo'lishi mumkin. Ve yoki ba'zi kasalliklar tufaylidan ba'zi yemekliklar parizga buyurilgan bo'lishi mumkin. Bu imkonlar qaytadan erishgandan keyin darhol bir qatimda ko'p yeyish va yoki har kuni bu quvvatli yemekliklarimizni iste'mol qilish qaytadan kasallanish va qaytadan imkonsizliklarga tushib qolishga sababchi bo'lib qoladi. Shunga asta-asta suyuqdan boshlab quyuqqa,
azlıqdan köplikka qarab asta-asta bedenni ügütüşümüz, adetlendirişimiz lazım. Umumen yerlik yemek içmeklerden uzak duruş veya onundan ayrılıp kılışını ata-anamızdan ayrılıp kılış veya ki özümüzden salametliginden ayrılıp kılış ya ki özümüzden kimligini yuturup koyuş veya ki özümüzni tamamen unutuş bilen teң kösek buludu. Şununla çoğlarınki fikrini, ularning nasihatlarini oşukçu köymey, ularninki tapalaşlarını ziyade his kılmay, yerlik yemekliklerde ozuqlanaylı, yerlik kiyim-kechaklarni davom qilayli, dunyoga bütünlük bo'yicha atrofli qaraydigan, baglardek his qiladigan va kelishib o'tadigan qiyinchilik va to'solg'i bak cho'ngib ketsa, uni saqlash va agib o'tishni biladigan, kuchliklar oldida yo'g'onchilik qilmaydigan, bak quvvatli, kuchlik millatlar, davlatlar va siyosatlar oldida aqlni ishqa silib, vaqtincha tushunib, moslashib, uningdan keyin o'zini quvvatlagandan keyin o'zining ko'z qarashlari bo'yicha harakat qilishga odatlanish. Bu aslida siyosat, ijtimoiyat va turmush bilimi ko'rinsimi, amaliyotda yerlik yemekliklarni iste'mol qilgandan keyin kelib chiqqan falsafa va tushunish usulidan iborat. Demek yemek içmeklerimiz yalğız qo'saq to'yg'izishlar emas, dunyoga tartiblik, keng, cho'nqur qarashni o'rgatadigan, tarixni eslatadigan, kelajakka baglarcha va oqilona va mantiqqa uyg'un va o'zini bilgan, haddini bilgan holatda qarashiga, muomala qilishiga turtki bo'ladigan muhim felsefi asas hesaplandı. Şunun için yerlik yemekliklerde ve yerlik adetlerde ve yerlik göz qarashlarda çiң turishni bütün işlarning yaxshi bo'lishinin ki asası deb özüm çiң turman ve bunu davamlı teşvik qilaman. Her kim, her millet o'ziniki yemek içmeklerde ve göz qarashlarda çiң turishni hergizmi boshqalarga hujum qilish, boshqalarni past ko'rish, boshqalar bilan ziddiyatlash uchun qo'llanmasligi lozim. Albatta boshqalarning yemek içmeklari va turmush odatlari o'zlariga muqaddas, o'zlariga ustun va o'zlariga to'g'ri hisoblanadi. Bu to'g'rilarga to'g'rilar bilan hurmat qilish va to'g'rilar bilan ular bilan so'zlashish lozimki, to'g'riliqimiz texmo obyektiv bo'lsin, texmo o'z ichidan muvofiq qabul qilinishga hozir shaklda bo'lsin. Biz yuqorida kunlik, haftalik, oylik yemekliklarimizni, hatto umr bo'yi yemeklik tizimligimizni chiqarib o'tdik. Bizniki ko'p iste'mol qiladigan yemeklarimiz 40 xildan aşıdı. Yemek türlerideki inçikiliklerge qarğan vaqtimizda 400 xildan artıq yemeklik kitaplarımızga kirgizilgan. Bir yemeklik içinde bir xil xuruşni va yoki bir xil ko'ktatni elib etib yoki qo'shib hisoblasak yemeklerimizdeki türünü sanab bo'lib bo'lmaydi. Lekin asasen ko'p iste'mol qiladigan 40 xil yemek içmekimizni yada bilishimiz, ailede bunu davom qilishimiz, bilmagan bo'lsak o'rganishimiz va yoshlarga bunu o'rgatishimiz lozim. Salomatlik uchun yerlik tomoqlarimizni iste'molini davomlashtiraylik. Aqlliq bo'lishimiz uchun yerlik tomoqlarimizni iste'mol qilishni davomlashtiraylik. Oqilona va qabul qilarlik bo'la olishimiz uchun albatta bu yemek içmeklerimizni ilmiy iste'mol qilaylik. Kishilarga ma'qul, muvofiq va haqqi bor shundoqla madaniyatli ko'rinishimiz uchun yemek içmekler haqidagi ta'limotlarni zamonga uyg'un holda
şekil özgertiş bilen, mahiyetini çın saklaş bilen, hemmimizni ve başkalarını ta'sirlendirish bilen ve başkalarını yerlik yemeklerimizge ügütüş bilen ve başkalarını biz kılışımızga tirishishimiz bilen hayatimizni ve kelajigimizni cho'ngaytayli, ko'paytayli ve kelajigimizni biz qilayli. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.